mana homiladorlik paytida biz ko'pincha o'ziga tushishni xohlaymiz. Qanaqa o'syapti, jinsi qanaqa qiziqish paydo bo'ladi, hozir yoshlarda ayniqsa. O'shanda ko'p o'ziga borsak, o'zi xavfli, bolaga zarari bor, nima qilasiz o'ziga tushib, oldimizda bir yilda bir tushardik, mana tug'yapmiz-ku degan gaplar borda, nima mahalliy gaplar bor. O'shanga o'zining ta'siri bolaga yoki onaga xavfi qanday bormi yo'qmi? Da, ultratovush tekshiruvi bu hozirgi eng muhim tekshiruv usullaridan biri, ayniqsa homiladorlikda. Birinchi navbatda erta muddatda o'ziga tushish shart hisoblanadi. Nimagaki? Bola bachadonning ichida joylashganmi yo'qmi, o'shani aniq bilish kerak. Bo'lmasa, bachadondan tashqari homiladorlik kuzatilishi mumkin. Trubada bo'lib qolishi mumkin, qorin bo'shlig'idami, tuxumdondami, da bunda ham test qilib ko'rishadi, homiladorman deb yuraveradi. Testda ikkita chiziq chiqaveradi. No, matkaga hali kelmagan bo'lishi mumkin. Bora-bora bu o'sha 3-4 hafta, 5 haftaga yetmasdan turbani yorilishiga ham olib kelishi mumkin. Shuning uchun ham erta muddatda o'ziga tushish juda ham muhim. Bolani haqiqatan bachadonni ichida joylashganini aniqlash uchun.